Buni tatib ko'r, kayflarning podshosi deyishdi. Ko'rsat, mana uni tatib ko'rgin, bu kayflarning podshosi bu. Cho'ndiroq gap. Aytaver. Teatrimiz 1934-yil tashkil topgan bo'lib, teatrimizga SSR xalq artisti Shukur Burxon nomi berilgan. Albatta, teatrimiz o'zining 84 yillik ish faoliyatida bir qancha o'zbek, tojik, chet el dramaturglarining asarlarini xalqimizga namoyish etib kelmoqda. Teatrda bo'lganligi sababli bizda ham shu kadrlar masalasida kamina osonligimiz bor. Shu yosh kadrlar yetishmaydi. Biz harakat qilyapmiz shu yoshlarni shu teatr sohasida, san'at sohasiga o'qishga jalb qilyapmiz. Chiqqan mana ajoyib qalamkash dramaturg O'rinboy Usmonga murojaat qilib aytdimki, ustoz, shu bironta bir asar yozib bersangiz bizga mana shu to'g'risida temalarni aytdim. Iloji boricha spitga qarshi kurash, mana terrorizm, vatanga bo'lgan sadoqat, mana shunga o'xshagan bir mavzuda bir asar yaratib bersangiz deb iltimos qildim. Keyin odam o'ylab turib, mayli dedilar, keyin bizga bir ajoyib yangi bir asar yozib berdi. Azroil Hammoli. Asarni o'qib ko'rib, siraz menga ma'qul keldi. Keyin teatr truppamiz bilan o'qib ko'rdik, hammaga ma'qul keldi. Ish boshladik.